Ko'rinishdan noqulay, katta va og'ir bo'lib ko'rinadigan bu avtomobilni off-road yo'llarda nimalarga qodir ekanligini bitta ko'ramiz sizlar bilan. Va aynan bu avtomobilning orqa qismini o'ziga 4 ta amortizator, 4 ta resor, 4 ta g'ildirak va hadovoy qismiga qo'shimchalar o'rnatilgan bo'ladi. Va xohishga qarab 4x4 yoki 6x6 qilib ham buyurtma bersangiz bo'ladi. Va siz bergan buyurtmaga qarab bu avtomobilga blokirovkalar va boshqa off-road uchun kerakli bo'lgan moslamalar o'rnatiladi. Bu avtomobil nafaqat off-road, balki uzoq sayohatlar, ekspeditsiyalar va dam olishga chiqqanda ham o'zi uchun adrenalin hamda emotsiya oladiganlar uchun ayni muddao bo'ladi. Agar sizga ham eksklyuzivniy avtomobillarning narxi, batafsil ma'lumoti va bojxona to'lovlari qiziq bo'lsa, Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Bu avtomobilning narxi esa buyurtmaga qarab bor yo'g'i 70 ming AQSh dollaridan 140 ming AQSh dollarigacha bo'lishi mumkin.